Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Anchadan beri video qilmadik. Endi xudo xolasa mana bahorlar kelib qoldi. Boshlaymiz. Hozir har bir daraxt bo'yicha bitta video qilamiz xudo xolasa. Bu hozir ko'rib turganinglar o'rik ko'chati. Ko'chatni o'zim qilganman. 1 yasharlik baquvvat ko'chat. Kuzda ekkanman xudo xolasa. Hozir shuni kesamiz, qaranglar. Mana kesishdan oldin mana qaranglar, yon shoxlari bor. Hech qachon shakl berilmagan bu o'rikka. Mana shunday turibdi holati. Bu yon shoxlar keraksiz joydan chiqqan. Hammasi mana. Bular keraksiz joydan chiqqan. Bizga 40 santimetrda pastidagi shoxlar bittasi ham kerak emas. Bularni hammasini nolga qo'yib kesamiz, hammasini mana. Bitta qo'ymasdan nol qilib kesamiz mana. Birinchi yilda bu kesishimiz mana ketdi. Hammasini kesamiz mana. Bu pastda, juda ham pastdan shoxlaganda bu. Mana. Hammasini kesdik mana. Mana endi qaranglar, mana payvand bo'lgan joyi mana shu yerda. Mana shu yerda o'lchaysizlar mana. 1 2 mana 20 dan bo'lganda ham 40 bo'ldi. Mana 40-45 santimetrdan birinchi yili kesasizlar mana. Shundoqdir mana. Ekilgandan keyin mana ketdi mana. Ko'rdinglar, mana shu holatda mana. Rasaylar tushunmagan odamlarga shunday kelib turib, tizzasini qo'yadi va tizzasidan teng kesib olish kerak. Tizzasini o'lchab turib mana. Bo'ldi. Shu bo'yicha mana shu yerdan 3 ta 4 ta shox chiqadi. Bunaqasiga mana. Sizlarga ko'rsatay mana. Mana shunday shoxlar o'sib chiqadi. 2 ta, 3 ta, ayrimidan 2 ta, ayrimidan 3 ta, ayrimidan 4 ta chiqadi. Buni keyin kuzatamiz. O'sish yaxshi bo'lsa, o'sish yaxshi ketsa, yoz oylarida shox chiqqan, yangi chiqqan shoxni may oylarida yana bir marta mana shundayroqdan kesib qo'yamiz mana. Mana shu yerdan de shoxlar chiqadi, 3 ta 4 ta, bu yoqqa bo'lib. Keyin shuni may oyida mana shu 30-40 o'sganda mana shu yerdan yana bir marta kesamiz. Yaxshi o'ssa agar yaxshi o'smasa, shu yil bo'yi qolaveradi. Mana bunaqa ingichka bo'lib chiqsa shoxlar qolaveradi. Agar yo'g'on bo'lib yaxshi o'sib, ko'klab, gurkirab o'zi o'sishidan bilinib turadi. Shunga qarab yaxshi shoxlar o'ssa, yana bir marta kesamiz may oyida. O'rtoqlar, shuni tushunib olinglar. Mana shu o'rtadan kesamiz yana bir 20-30 dan. Bir kessak bo'ldi. Shu bilan atrofda liderlar soni mana shunday ko'payadi bunaqasiga atrofida. 6 ta, 7 ta, 8 ta, balkim ayrimida 10 tagacha bo'ladi. Shunga qarab turib birinchi yilni tugatamiz o'rtoqlar. Kuzgacha shu holatda turadi. Tagiga обязательно tagiga ozuqalarni berib turish kerak. MPKlar bor. Shulardan tagiga suvga eritib turib, haftada hech yo'q 1 marta yo oyda 2 marta berib turish kerak o'rtoqlar. Shundan keyin daraxtlar zo'r o'sadi birinchi yilda. Ko'p odam ekib qo'yadi, suvga qaramaydi, namiga qaramaydi. Shu bo'yi qolib ketadi. Qaranglar o'rtoqlar. Buni endi tagiga suv quymaymiz. Buni turpog'ini ko'mib turib, mana shu atrofidan bunday aylana qilib qo'yamiz, ariqcha qilib. Bu tagiga quyib bo'lmaydi endi. Birinchi yil ekkandan keyin bir marta boshida quyadi, keyin tagiga quyib bo'lmaydi. Mana shu atrofidan turpog'ini bunga yo'lab turib, atrofidan dumaloq qilib ariqcha qilib qo'yamiz. Shu ariqchaga qo'yamiz suvni. Har haftada 1 marta yoki 2 marta haftada sug'oramiz. Shu bilan birinchi yilgi qiladigan ishlarimiz tugaydi. Mana shu kesilgan joyda esimda chiqibdi. Albatta vademusa yoki kraska yoki ohak rasa bo'lmaganda loy bilan bo'lsa ham bo'yab qo'yinglar. Mana shu yerdan yelim chiqadi, o'ringlarda bilsanglar, bakteriyaning rak boshlanadi birinchi yilda. O'shaning uchun e'tiborlilar bo'lasizlar. Mana shu yerda обязательно bo'yinglar. Yomg'irlar bunga zarar keladi. Bu tanani ham mana shu yarimigacha oppoq qilib bo'yab qo'ysanglar bo'ladi. Bunaqa katta kesilgan tanalarni ham bo'yash kerak o'rtoqlar. Mana shunaqa kattalarni. Shu bu yog'idan
keraksiz shoxlar chiqsa mana shu o'rtadan bu yoq hammasi olib tashlanadi shoxlar. Bolalar uchun rahmat, sog' bo'linglar.